to'kilayotgan narsa ikkita rels o'rtasidan o'tadi. Shuni qanaqa qiladi? Bu juda ham oson. Buning uchun bizga 3 ta video kerak bo'ladi. Birinchi pastda turgan mushukni shunaqa qilib videoga olib olamiz. Keyin esa to'kilayotgan obyektni alohida videoga olib olamiz. Keyin esa mushukni teparoqdan mana shunaqa qilib videoga olib olamiz. Endi montaj qilishni boshlasak ham bo'ladi. Buning uchun birinchi videoga transformatsiya tugmasi orqali shakl berib olamiz. Bu birinchi videoni pastda joylash uchun kerak bo'ladi. Mana bunday qilib pastga joylashtirib olamiz. Ikkinchi videoni esa naложение tugmasi orqali pastga tushirib olamiz. Transformatsiya tugmasi orqali unga ham shakl berib olamiz. Shakl berganda videoni ham to'g'rilab olamiz, qanaqa qilib qo'yishimizni joylashtirib olamiz va tepaga chiqarib qo'yamiz. Endi reelsning effektini berish uchun bizga Instagramdan rasm kerak bo'ladi. Biz xohlagan bitta videomizni tanlab olamiz hamda o'sha yerda ikkita videoni o'rtasidagi yozuvlarni skrinshot qilib olamiz va CapCutga joylaymiz. Rasmni ekranga moslab, maska bo'limi orqali отразить bo'limini tanlaymiz hamda kerak joyini kesib olamiz. Navbatdagi qiladigan ishimiz obyekt to'kilayotgan videoni, ya'ni 3-videoni naложение tugmasi orqali pastga tushirib olamiz hamda sloy bo'limi orqali videoni oldinga chiqarib olamiz agar orqada qolib ketgan bo'lsa. Bu videoni ham transformatsiya tugmasi orqali shaklini to'g'rilab olamiz. Shakli orqa tarafdagi yozuvga to'g'ri bo'lishi kerak. Undan keyin esa udalить fon tugmasi orqali 3-da turgan chroma key tugmasi orqali orqa fonni o'chirib tashlaymiz. Shunda tushayotgan obyektlar ko'rinadi, orqa fon o'chib ketadi. Obyektga qarab pastda soyalarni to'g'rilab olasiz. Shuning bilan siz so'ragan video tayyor.